Bizda Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani O'rta Saroydan gapiramiz. Akalar, mana bunaqa yo'l hisobida kelyaptidan keyin asfaltimiz bu yog'i hovliga qarab ketyapti. Ko'rib turgan endi akalar, o'zingizlar ishimiz sizlarga baholash maqsadida bitta like bosib qo'yasizlar. Agar o'xshagan bo'lsa, o'xshamagan bo'lsa, bu fikrlarni yozib qoldirasizlar. Yo'q, ishing o'xshamabdi, bunaqa chiroyli chiqmabdi deb qo'yasizlar. Lekin menimcha, xudo xolasa, chiroyli va idealni chiqdi deb o'ylayman. Negaki, hamma materiallar o'z tobida qilindi. Asfalt qaranglar, qanaqa idealni bo'lib turibdi. Katogimizda bosilib, akalar, eng qiziq joyicha, eng qiziq joy. Mana bunaqa olib boraman hozir sizlarga. Hovlini bitta ko'rsataman. Mazza qiladigan joyi shu bo'ladi-da. Mana hovli. Hovliga asfalt yotqizsa bo'ladimi, akalar? Bo'lmaydimi deb so'raysizlar. Mana bo'ladi, akalar, 100% bo'ladi. Bunaqasi faqat oldin vodiyda bo'lardi, endi bunaqasi Toshkentda ham ko'p, Samarqandda ham ko'p, vodiy voha tomonlarda juda ham ko'paydi, xudo xolasa. Mana hozir bu obyektimizni qaranglar, qanaqa idealniy bo'lib turibdi. Asfalt, hovliga asfalt, bu luboy fasadidan kelishib ketaveradi. Bunaqasini faqat sizlarga men asfaltchi bola sifatli qilib yotqizib beraman, akalar. Ko'rib turganingizdek juda ham idealniy chiqmoqda. Albatta, o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar, bu ajriq. Fikrlarni yozib qoldirasiz va kimga shunaqa sifatli asfaltlash yoki asfalt yotqizish xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda barcha turdagi asfalt yotqizish xizmati mavjud. Shunaqa noldan boshlab o'zimiz taxladik, tekisladik, shebellarni yoydik, akalar, idealniy qilib, xudo xolasa, cho'tka qilib yotqizib berdik, xudo xolasa. Bu asfaltimiz endi kamida 25-30 yil xizmatlarini qilib beradi, akalar. Ko'rib turibsizlar, juda ham yarashib turibdi, fasadga, uyga, har tomonlama zo'r chiqdi. Va men sizlarga maslahat beraman. Hozir shu yerga steshka qildirsam shuncha pul ketadi, lekin asfalt sizlarga uzoq yil xizmat qilib beradi. Bu asfaltdan akalar yurgan payt oyoqdan zak o'tmaydi, yaxmalak bo'lmaydi, qish kuni titilib ketmaydi, chang ko'tarmaydi. O'zingizlar bilasizlar-ku asfalt qanaqaligini. Idealniy bo'ladi, zo'r bo'ladi. Ayniqsa-chi, men asfaltchi bola tomonidan yotibsizlar, bundan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Men bilasizlar, kimni obyektiga boradigan bo'lsam, hamyonbop narx taklif qilaman. Xo'p, bu avyonimiz 300 kvadratli joy bo'lib, kichkina bo'lganining evaziga katta katogimizda bosib berishimiz, asfaltimiz, bolalar ishlashi, zasikasi bo'lgan shebellarni o'zimiz yoyib, uklonlarga olib berishlarimiz bilan birga mana bunaqa bosib berishlarimiz bilan birga 1 kvadrat metr bor yo'g'i 90 mingdan tushdi. 90 mingdan. Hozir steshka qildirsanglar ham usti haqqini o'zi bir 40 ming 50 ming pullarni olib qo'yadi, materialdan tashqari. Lekin mana bunaqa asfaltdagi juda ham chiroyli, idealniy chiqmaydi. Bunaqa chiqish uchun sizlar albatta bizga murojaat qilishinglar bo'ladi. Xo'p, bizning xizmatimiz qayergacha? Bizning xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Xo'p, men asfaltchi bola, qayerda xizmat olib boraman? Xo'p, Toshkent shahar, Toshkent oblasti bo'ylab hamda voha bo'ylab o'zim ish olib boraman. Bizga murojaat qilishingiz uchun 94 kod bilan 538 44 63 yoki 94 kod bilan 283 49 79 yoki 94 kod bilan 7005 005 raqamiga aloqaga chiqsanglar, o'zim ko'taraman, akalar. 005 005 raqamiga telefon qilsanglar, o'zim asfaltchi bola, men o'zim qo'limda bo'ladi yoki 44 60 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, dadam bo'ladi. Hammada har xil kasb, menda ota kasb. Men dadam shogirdiman, akalar. Agar vodiy bo'ylab xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 91 kod bilan 669 44 66 raqamiga aloqaga chiqsanglar, bu nomer vodiy bo'ylab Farg'ona asfalt. Vodiyda bizning yagona filialimiz bor, Farg'ona asfalt ish olib boradi. Agar ishimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman, albatta videoga bitta like bosib qo'yasizlar, aytilgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar, sifatli qilib asfaltimizni yotqizib, bizdan uzoqlashmaysizlar, aziz uchun ham bitta like bosib qo'yasizlar, o'z fikrini albatta izohlarda yozib qoldirasizlar.